Assalomu alaykum akalar. Mana parnig uchun kimga qanaqangi profillar kerak bo'lsa, bizda barcha turdagi profillar bor. Hozir shu profillardan ayrimlarini ko'rsatib o'taman. Xo'sh, bu profilimiz 10 lik S profilimiz. Bu profilimizning uzunligi 2 metr. Hamda bu tarafda 13 lik S profillarimiz bor. Bu profillarimiz uzunligi 230 bo'ladi. Hozir bu profillarimizni 3 tasini 6 metrga arka qilib qo'yganmiz. Hamda bu tarafda parnig uchun asosan kashaklik uchun ishlatiladigan 7 lik profillarimiz bor. Bu profillarimiz ham uzunligi 230 bo'ladi. Keyin bu tarafda parnikka ustunlik uchun mana bunaqangi lagalarimiz yorilgan ugunlik shakldagi lagalarimiz yorilgani bor. Bu lagalarimiz ham uzunligi 230. Kimga shunaqangi profillar kerak bo'lsa, bizga murojaat qilaverasizlar. Cheklanmagan miqdorda tayyorlab beramiz. Toshkentda ham do'konlarimiz bor.